Men kim? Zahiriddin Muhammad Bobur. Ona yurtimdan olisda, Hindistonning diqqi nafas kechalari-yu jazirama issiqlarida dovruqli elin tilini, ona tilimni bir on bo'lsin yodimdan chiqarganim yo'q. Taqdirning eng sinovli lahzalarida onamning rayhon iforli, otamning qilichdek keskir turkona so'zlari qalbimga va ruhimga quvvat bo'ldi. Garchi buyuk bir saltanat taxtida Fotih hukmdor sifatida o'tirgan bo'lsam-da, ey siz yaxshilar, elimning qarchig'ay o'g'lonlari, sog'inch va hijron dog'i o'rtagan Zahiriddinning yurak so'zlarini tinglagaysiz deb Devon va Bobur nomamni shu tilda bitdim. Agarchi sensizim sabr aylamak ey yor mushkuldir, sening birla chiqishmoqlik dahi bisyor mushkuldir.